Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Hammalaringga avvalo salom. Mana ancha-muncha videolar ichida dam olib qoldik. Dehqonchiliklar bo'lib, shunga mana hozir meni jigarlarim, mana mehnat, bola chaqa uylar joylar, mehnat qil, mashi bilan bo'lib shu ziyoratgoh joyga kelganim yo'q edi. Bilmasdim, ammo eshitardim. Samarqand, Buxoro, Xorazm deb eshitardim. Kelmagan edim. Shunga meni jigarlarim yuring aka olib borib ziyorat qilaylik deb meni birga yetalashib olib keldi. Hozir men ziyoratgohdaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ziyoratgohga oilaviy bo'lib aka-ukalar bilan bemalol kelib mana ziyorat qilib ketaveringlar. Juda zo'r bag'ridingiz ochiladigan joy ekan. Men Samarqand deb eshitaverardim, kelgan emas edim. Mana xudo xolasa Samarqandni ham ko'rdim. Endi xudo xolasa mana Xorazm, Buxorolarga ham borish niyatimiz bor. Shunga endi mana hozir meni jigarlarim sizlar taniysizlar baribir. Mana jigarlarim yuriyapman sizlar. Sizlar hammalaring taniysizlar. Mashlar hammasi meni jigarlarim bo'ladi. Mana hammasi sizlarga tanish. Mana yaqinroq olib kelib, ana O'ktamxon yaqinda prezidentimiz o'z qo'llari bilan orden topshirdi. Mana shu O'ktamxon, mana O'ktamxon Soliyeva va bularni bilasiz, mana Xosiyatxon Akbarova. Mana Madina xonimimiz, mana buni tanisalaring kerak. Mana bu ham meni singlim bo'ladi. Shular tufayli men faxrlanib yuraman. Alisher akam ham Mana Alisher akam hofiz. Xudo xolasa. Mana ona xonam otim bilmas. Mana mashina hammasi men jigarlarim, xudo xolasa men jigarlarim, meni yuring siz aylantiraylik deb olib kelishdi. Bizlarni yo'lavering deyapman. chunki da mana oddiy yerda turpog'idan zar yaratib dehqonchilik qilib haqiqatda otamizni uyini bugun obod qilib o'tirganlar uchun sizga mana shuncha jigarlarning orqasidan sizga tashakkur, ta'zimdamiz aka. Chunki da shunday insonlar bo'ladiki-da opa, otasining uyini obod qilish o'rniga aksi bo'lishi mumkin. Bizga otamizdan qopda tillo qolganda hozir o'sha tillolar tugab ketgan, bitgan bo'ladi. Lekin bizga mehr-oqibat tashab ketgan ekan. Mana bugun mehr-oqibatning orasidan qobig'iga o'ralib yashayapmiz. To'g'ri aytdingiz aka. Otamiz halol bo'lganligi uchun, onamiz halol bo'lganligi uchun bizga bugun eli yurtda o'zini ehtiromini ko'rsatyapti. E'tibor opam, mana meni shoiralikda birinchi ustozim. Ona mana shu nima yozgan bo'lsam, birinchi tinglovchim, yo'l yo'riqqa solgan E'tibor opam she'rlari 11-sinfda ona tili adabiyot kitobida tahlil uchun berilgan. Mana ularning yonida O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasining a'zosi Madina Bonu turibdi. 25 yil, 26 yildan beri odamlarga ezguliklar bilashyapti. Ularning oldida Alisher akam, xuddi Alisher akam haqida gapirib, juda tanish bilishlari ko'p. Alisher akam desa, men aytaman, Alisher akam, Alisher qanaqa hozir yuribdimi desa, Alisher Navoiyga o'xshab qolgan deyman. Faxr bilan aytaman, akam bir necha yillar mana madaniyat sohasida xizmat qildi. Bugun bir etak nevara-chevarani qurshovida bizni yuragimizni nima deydi, eng to'rida turadi. Mana Xosiyatxon yillar davomida akamiz izdoshi bo'ldi. Madaniyat sohasida harakat qildi, ijod qildi, go'zal nafasi bor. Mana o'g'loy singlimiz, bizga dadamiz ikkita olam ilmini teng ulashgan, ham diniy ham dunyoviydi. Chunki diniy ilm bitta qanot bo'lsa, dunyoviy ilm ikkinchi qanot. Bir qanot bilan hech qaysi qush parvoz qila olmaydi. Jon bolalarim ikkita olam ilmini mukammal o'rganinglar degan hozir Qorasoqol qishlog'ida qo'lida litsenziyasi bor Otinoyi. Bu Onor opamiz bizni onamizning o'rnida bir necha yil tuman bosh Otinoyisi bo'lib faoliyat olib borganlar. Bugun mahallani farmonbebisi, mahallani yuragi dedi. Mana shu Cho'lguliston mahallasini qishlog'ini yuragi, onasi. Kuni kecha o'sha muhtaram prezidentimiz meni ko'ksimga orden qadayotganlarda, ma'ruzalarda bitta gapni aytdiki, har bitta tumandan, har bitta qishloqdan shunday bir qahramonni topingki, har oyda bir ularda amaliy ham, nafasi ham qilayotgan ishlari hammaga ibrat bo'lsin degan gaplarni gapirdi. Men bugun juda ham xursandman, chunki shuncha jigarlarim, ularning nafaqat qilgan amallari, olayotgan nafaslari ham boshqalarga ibrat. Bugun elga, yurtga, jamiyatga ozmi ko'pmi xizmat qilayotgan ekanmiz, bizdan baxtli inson yo'q. Eng avvalo qishloqda
xalqni farovonligi uchun, dasturxonini to'kin sochinligi uchun xizmat qilib yerdan zar undirayotgan bo'lsak, men faxrlanaman. Mana Madina Bonur respublika miqyosida xizmat qilyapman. Men bugun ustozman. 43 yildan beri o'quvchilarga saboq berib kelaman. Ularga ma'rifat ulashaman, ma'naviyat ulashaman. Kuni kecha berilgan e'tirof jigarlarim, sizlar bo'lmasalaringiz men bu darajaga yetmagan bo'lardim. Hammalaringiz meni qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun sizlarga ming rahmat. Hali bizni zurriyotlardan, biz avlodlardan nafaqat oilamizga, yurtimizga faxr, jamiyatga ifxor bo'ladigan farzandlar kamol topaveradi. Endi shuncha gaplarni gapirib, qana yig'lamaysiz aka. To'g'rimi? Sog' bo'ling. E'tibor opa, haqiqatda davlatimiz rahbari shunaqa odilona ish olib boryaptilarki, kuni kecha bir farmon chiqarishyapti. Har bitta ta'lim muassasalari, har bitta tashkilotlar, shu bilan har bitta oilalar oyni oxirgi shanba, yakshanba kunlarini o'sha dam olish, turizm uchun sayohat qilsin degan. Masalan, akamga o'xshaganlar qancha oilasi bilan kelsin, jamoasi bilan kelsin degan gapni aytyapti. Mana akam shu yoshda bugun Samarqandda turib o'zini fikrini, o'zini eng avvalo shukronasi. Biz sahar chiqqanmiz. Tong yorishmasdan turib biz tongda chaqirdik, shatga chiqib akam bilan chiroyli suhbatlar qurdik. Mana O'zbekistonni yana bir dunyoga dovrug'ini taratadigan buyuk ajdodlarni avlodlari ekanligimizdan. Chunki Sohibqiron Amir Temur aytganlar, kimki bizni qudratimizga shubha qilsa, biz qurdirgan imoratlarni ko'rasiz degan. Haqiqatda biz qudratli eldi, shunday bir fuqarolarimiz, Xudo xolasa kelajagimiz bundan-da porloq bo'ladi. Chunki hozir dunyoni mana degan rivojlangan mamlakatlarda farzandlarimiz tahsil olishyapti. O'zlarining tafakkurlari bilan, ilmlari bilan barchani hayratda qoldiryapti. Bugun mana shu bir bo'lib jamul-jam bo'lib kelishimizga sababchi bo'lgan Madina Bonur, sizga ham kattakon rahmat. Ko'p kelganman Samarqandga, lekin bu galgi tashrif men uchun jigarlar bilan o'zgacha bo'ldi. Bizni ko'rib turgan, bizni tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlarimizga albatta keling. Kelganingizda ham jigarlaringiz bilan, ota-onalaringiz bilan, zurriyotingiz bilan birga keling, o'zgacha ruhiyatga tusharkansiz. Biz buni mana guvohi bo'ldik. Rahmat, sog' bo'linglar. Jigarlarim, inson yorug' dunyo uchun ustun bo'lmas. Asli bir kam dunyodir bu, kami to'lmas. Diydorlar bor, qiyosiga so'z topilmas. Udir sizlar qurgan shirin suhbatlarim. Jigarlarim, yuragimga yaqinlarim. Biringizni ko'rib ko'nglim yayrab ketar. Biringizdan ozorlarim arib bitar. Bo'yingizni ko'rib boshim ko'kka yetar. Osmonimda yaraqlagan yolqinlarim, jigarlarim, yuragimga yaqinlarim. Hayotning xo'p tashvishlarini ortga surib, bir piyola choy ustida davra qurib, ming shukrona derman sizni omon ko'rib. Yaxshi yomon kunlarimda tirgaklarim, jigarlarim, yuragimga yaqinlarim. Otam bizni yo'llaganlar poklik sari, onajonim o'gitlari tillo bari. Kam bo'lmadik so'zlaridan chiqmay nari, el koriga yarayotgan chaqinlarim, jigarlarim, yuragimga yaqinlarim. Akam, opam, osmonimda yulduzimsiz, singillarim, oppoq tongim kunduzimsiz. Hayot zavqli o'tarmidi hech sizlarsiz, sizlatatir rizqim, shodlik quvonchlarim, jigarlarim, yuragimga yaqinlarim. Tilaganim qatorlardan bo'lmay xato, sog' bo'laylik, dard bermasin qodir Xudo. Jigarlarni bir-biridan qilmay judo, Alloh o'zi asrab tursin yolqinlarim. Jigarlarim, yuragimga yaqinlarim, jigarlarim, yuragimga yaqinlarim. Sizlar uchun dostonlar bitsak oz. Har biriz bitta doston sizlar uchun. Mayli, sog' bo'linglar.